Kim ixlos bilan, muhabbat bilan Rasulullohga bitta salovat aytsa, bitta salovat. Allohumma solli ala Muhammad desa, qiyinmi shu? Yo'q. Yoki qaysidir namozga o'qiydigan salovatlarimiz bor, ko'pchilik yodlagan. Allohumma solli ala, Allohumma barik ala degan salovatlar. Uni bittasini ixlos bilan aytsa, Alloh taolo unga 10 ta salovat aytadi. Alloh taolo u bandani 10 ta darajasini baland qiladi. 10 ta yaxshilik yozadi va 10 ta gunohini kechiradi. Bitta salovat aytganimizga 1 daqiqa ham ketmaydi. Undan ko'ra salovat aytaylik. Farzandlarimizga salovat aytishlikni o'rgataylik biz. Farzandu zurriyotlarimizga turganda, ertalab turganda 10 ta salovat, kutayotganda 10 ta istig'for, kechqurun yotayotganda qaysidir zikrlarni aytishlikni, o'qishlikni